Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar, qadrli yurtdoshlar, musofirda yurgan aka-ukalar, charchamasdan sog'lom, yaxshi yursizlarmi? Do'stlar, xullas bugungi videomuz ish temasi bo'ladi. Moskvada ish bor do'stlar. Faqat Moskvaning o'zida murojaat qildilar. Kladchik usta akalarimiz kerak deb. Faqat ustalar kladchik. Ofisial ishga oladi, forma beradi ishga, yotoq joyi bor, o'shlikka registratsiya qilib beradi, patent pulingizni to'lab, chekini qo'lingizga beradi. Xullas shunday usloviyalari bor, faqat kladkani yaxshi biladigan ustalar kerak deb murojaat qildi. Ekranda telefon raqam yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, qolgan ma'lumotni telefon orqali bilib olsangizlar bo'ladi. Kanalga yangi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hech qanday aldov degan narsa yo'q. Pul firma do'stlar, faqat ofisial ishga oladi lekin. Ofisial dokumenti borlar faqat. Ustalar turli dogovor qilib beradi. Xullas, hech qanday aldov yo'q. Aloqaga chiqasizlar, qolgan ma'lumotni telefon orqali bilib olasizlar do'stlar. Mana sizlarga ajoyib ish. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Xayr, sog'lom bo'ling do'stlar.